Gojo, Sukuna va Tojilar qanday qilib ucha oladi? Aslida ko'rganimizdek, bu haqiqiy uchish emas. Keling, buni batafsil tushuntirib beraman. Gojo xuddi tortishish kuchi yo'qdek havoda bemalol yurishini ko'p marta ko'rganmiz. Chunki uning mashhur cheksizlik texnikasi unga fazoning o'zini to'liq boshqarishga imkon beradi. U osmonda uchmayapti. U shunchaki havo bo'shlig'ida ko'rinmas znalar va platformalar yasab olib, xohlagan joyda bemalol qadam tashlab yuradi. Xuddi butun fazo unga bo'ysunayotgandek. Sukunada esa vaziyat ancha qiziqroq. Eslasangiz, Shibuyada u osmonda dahshatli tarzda muallaq qotib turgandi. Buning o'ziga xos sababi bor. Muallifning tushuntirishicha, ba'zi eng kuchli shamanlar havodagi beqaror, ko'zga ko'rinmas la'nat energiyasi nuqtalarini seza olish qobiliyatiga ega. Ular havoda turmaydi, o'sha mitti nuqtalar ustiga aniq qadam qo'yadi. Bu aqlga sig'mas nazoratni talab qiladi. Yuta va Higuruma ham shuni uddalaydi. Toji bilan Makida la'nat energiyasi umuman yo'q-ku, qanday qilib osmonda yurishadi? Ularning jismoniy sezgilari shunchalik dahshatli darajada kuchliki, havodagi o'sha nuqtalarni sof instinkt orqali aniq sezishadi. Shuni hisobiga ularning qadamlari osmonda yurgandek erkin harakatga aylanadi. Xullas, jodugarlar jangida havoda yurish bu oddiy sehrli kuch emas, u haqiqiy mahorat. Buni faqat eng zo'rlari eplaydi.